Mana shu ikkala oyatni o'qidida qo'lini ko'tarib turib, Allohumma ummati, ummati, Parvardigor ummatim, ummatim dedi, yig'lab yubordi. Alloh azza va jalla Jabroil alayhissalomni Muhammadning oldiga bor. Uni nima yig'latdi? So'rab bilib keldi. Alloh biladi payg'ambarimiz nimani o'ylab yig'laganini. Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radi. Rasululloh xabarini berdi. Jibril alayhissalom payg'ambarimizning so'zini Alloh yetkazdi. Diqqat qilinglar. Eshitinglar siz bilan bizga bashoratki, bunday rahim shafqat otangizdan ham, onangizdan ham topilmaydi. Hatto o'zingizni joningizga bunchalik shafqat qila olmaysiz. Alloh taolo aytdi: "Ey Jibril, Muhammadning oldiga boring. Unga ayting: albatta biz sizni ummatingiz ishida rozi qilamiz. Biz sizni ummatingiz ishida rozi qilamiz, sizga yomonlik qilmaymiz" dedi.